Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim, qandaysiz, salomatmisiz? Xayrli kun bo'lsin. Dunyo tashlaridan charchab qolmayapsizmi? Ana qushlar ovozini eshityapsizmi? Mazza va O'zbekistonimiz o'zini havosi, o'zini sovug'i ham, ayniqsa mana Farg'ona vodiysini hamma nimaniki o'ziga hamma inson o'zini o'sha nimasiga moslashgan, o'zini havosiga, o'zini sharoitiga, o'zini rayoniga, o'zini viloyatiga degandek. Mana qushlar ovozi, mana hali men sizga aytgan qo'y yog'ini mana men hozir erityapman. Past olovda qilsangiz kuyib ketmaydi-da, sekin bir Alloh shifo berib, salovatlar etib, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb anaqa qilib eritib olma, shifo bo'lsin deb shunaqa qilib eritsak, Alloh o'zi shifo bo'lib kiradi. Birato'la erityap turganimiz o'zida o'sha qozonda skavortkani o'zida skavortkani tobadirmidik. Shuni o'zida hozir mana birato'la eritib olyapman-da. Qarang, mana hozir 20 mingdek qo'y yog'ini, qo'yni dumba yog'ini mana nimasida o'zi qancha foyda ko'rganim uchun mana hozir men Koreyaga bitta hozir idishga solib olib ketmoqchiman-da shuni. Shuning uchun tayyorlab olyapman. Hozir mana menga o'zi pulini anaqa qilganim prosta hali sizlar ham o'zlaring qanchachalik, nech pullik, nech gramm olsa bo'lar ekan degan nimada hali dori bilan qo'y yog'ini, qo'yda dumba yog'ini 20 millikda ataylab narxini, pulini aytib ketyapmanki, qiymatini anaqa foydalilik darajasi shu dumba yog'i bilan ichganim bilan hozir dorini farqini ham anaqa farqlab ketasizda birato'la. Eng shifo, oddiy tabiiy dori. Alloh bizga aytdim-ku sizlarga. Bu yoqdan bizni yaratib, Alloh subhanahu va taolo shifosini ham o'zi qilib qo'yganlar-ku. Biz hali topib qidirganimizcha o'zlaring ham bilasizlar, yana bir sizlarga eslatib qo'yapman-da. Eng dori aytdim, oshqozonda o'sha hazm qilishga, shamollashlarga, hammasiga, nafas yo'llariga, o'sha bosh og'riqda, oyoqda shamollashlar, hammasi shunga qon orqali boradi-ku. Shunga sizlar ham o'zlaring ham qilib, qo'yda dumba yog'ini olib, shunaqa qilinglar deb yana bir eslatyapman, baraka topinglar. Eng shifo nima dori demoqchiman. Komil shifo bersin hammamizga. Mana hali tomoq og'rig'i aytdim-a, gaymarit hammasi uchun shifo bo'lib kirsin ilohim. Shu oyoqdagi, poylardagi shamollashlar, shu qon orqali hammasiga boraveradi xudo xolasa. Xayrli bo'lsin. Mana hali ham bang'illar otishyapti O'zbekistonimizda. Hali yangi yilda unaqa shukuq tugagan yo'q. Baraka topinglar, otmanglar. Bir joyda bang'illatib yubormanglar tag'in.